Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari. Mana yana bugun bir quvnoq xabar. Ya'ni yana bir oilamizga o'sha D860 to'ldirganimizdan keyin mana o'tgan dushanba bo'lyaptimi hozir. O'tgan dushanba kuni mana vizalarni olib chiqishdi. Tohir akamiz, Munizxon mana omadli yana bir yurtdoshlarimizdan biri. Shu sizlarga qiziqtirgan savol bu ayniqsa shu jarayon haqida bo'ladi. Bularga mana savol berib ko'ramiz. O'zlari ichkarida qanday bo'lgan hissiyotlar, savollar hammasini o'zlari bilan bo'lishadi. Bu holatda yutug'imizga ayollariga chiqqan yutug'imiz va bu kishim endi как второй applikant deymiz, ya'ni ikkinchi applikant bo'lib borishgan. Qanday bo'ldi shuni shunday gapirib bersanglarki, bizni obunachilarimiz ko'p savol beradi. Ya'ni boshlang'ich, ya'ni o'sha hammani o'zini jarayoni bor. Mana hujjatlarni to'g'irladik, tarjimalar bitdi. Undan keyin sizlar elchixonaga bordinglar. Shu jarayon bizga qiziq. 4-noyabr kuni o'sha bizga posolstvoga, ya'ni elchixonaga suhbatga chaqirildi. Soat 8 ga belgilangan vaqtga yetib bordik. Belgilangan vaqtga borganda o'sha niyatga qo'riqlash xizmati tomonidan registratsiya qildirdik. Birinchi o'rinda registratsiya qildirib, ana undan keyin telefon hamda topshirib, faqat hujjatlarni o'zini olib bordik. Ya'ni borganimizdan keyin zagon pasportlarimizni olishib, o'zlari registratsiya qilib berishdi. Undan keyin ichkarida yana har bittamizga nomerlab, har bittamizga nomer to'qib, tekshiruvdan o'tkazib, ichkariga posolstvoga elchixonaga kirgizishdi. Kirgizgandan keyin yerda ya'ni kimga chiqqan bo'lsa, o'shaning nomiga, ayolimga chiqqandi, ayolim nomiga qog'oz berdi, blanka to'lg'izgani, keyin ikkita papka berdi. Ya'ni o'sha o'zimiz belgilagan dokumentlarni annotatsiya qilib papkalarga joyladik. Tarjimalar va original. Keyin o'sha ya'ni posolstvoni to'lovlarini qildik, $330 to'lovlarni qildik. Haligi birinchi oyna, ikkinchi oyna haqida bir aytib o'tsangiz. 4-oynada ya'ni o'sha borganimizdan keyin nima soldik? Ya'ni 4-oynada bitta kassa bor ekan. Kassaga to'lovni qilganimizdan keyin, ya'ni bizga kutib turib o'tirishni aytishdi. Kutib o'tirganimizdan keyin birinchi 7-oynaga chaqirdi bizni. 7-oynada keyin bizni dokumentlarimizni полный qabul qilib oldi. Ya'ni o'sha belgilangan tarjimalarimiz, jardiniy papkaga so'yilgan diplomlarimiz, pasportlarimizni berdik. Undan keyin yana bizga kutishni aytishdi. Kutganimizdan keyin oxirgi o'sha 10-oynaga chaqirdi. 10-oynada ya'ni o'sha oxirgi ya'ni qabul qiladigan jarayon ekan o'sha o'rtada suhbatda. Ya'ni o'sha suhbatda endi qachon to'yimiz bo'lgan, qayerda ishlaymiz, qayerda o'qishimiz, shular haqida ma'lumot oldi. Undan keyin o'sha ya'ni dokumentlarimizni berdik. Oxirida keyin ya'ni sizning vizangiz qanoatlantirildi degan xabarda aytdi. Yurak shuv etadigan joylari o'sha yerda hayajon bo'ldi. Endi o'sha oxirgi 10-oynada ya'ni yo viza beriladi, berilmaydi degan joyda gapirar ekan. O'sha yerda endi yaxshi oxirida keyin vizangiz qanoatlantirildi dedi. 4-kuni pasportlarimizni olib qoldi, qolgan dokumentlarni qaytib berdi. Keyin 6-kuni emailimizga SMS keldi, ya'ni sizning vizangiz tayyor bo'ldi degan SMS keldi. 7-kuni borib olib keldik. Mana xudo xolasa Seul degan koreyskiy bitta nima bor ekan. O'shani 5-qavatda Denni Amerikan posolstvoni Denni xonasi bor ekan. O'sha yerda shuni borishimizga o'sha 5-qavatda pasportlar berdi. Keyin ikkita ochilmaydigan korobka berdi. Xo'p, ana endi bitta qiziq voqeani aytib o'taman. Bular turmushni bu yil qurishgan, ya'ni to'ylari bu yil bo'lgan. 20-aprelda, ya'ni yutuq chiqishidan bir 14 kun oldin bo'lyapti. Munizxon adashib o'tgani shunchaki qayerdadir green cardda o'zi to'ldirib qo'ygan ekan, o'zingiz o'ynagansiz. O'zlari uyda o'tirib rasmga tushib olganlar, rasmxonada o'ynab qo'yganlar. Keyin taqdir taqozosi bilan to'y bo'lib ketgan, taqdir peshona. Va shundan keyin bitta narsani aytmoqchimanki, yutuq chiqqungacha turmush qursanglar, elchixona ishonaveradi baribir, ya'ni ishonchsiz bo'lmaydi. Yutuq chiqqanidan keyin shubhalanishni boshlaydi, bu yo'l qilyapti boshqa deb. Demak, juda ham yaxshi bo'lgan ekan bu 20-aprelda bo'lib ketgani to'ydi. Sizga ham zarar bo'lmadi. Shuning uchun aytmoqchimanki, mana omadli oila yana qo'shaloq bo'ldi. Bu yil to'y bo'ldi, green cardda bo'ldi. Xudo xolasa mana yakshanba kuni 17-kuni uchib ketishyapti endi. Sizlarga endi omad tilaymiz.
Nima deydi? Allohning panohida bo'linglar, ishlaringiz oldiga yursin, barakali bo'lsin. Xo'p, xarajatlar bo'yicha alohida bir nima qilib qo'yamiz, tushuncha qilib qo'yamizki, elchixonaga kirish hozircha $330 dan to'ladinglar har bir kishi boshiga. Med ko'riklarimiz bu yil sizlarga oshmagan, 200. Yo'q, oshgan. oshgan paytda to'ladik sizlarga 260 dan to'ladik. Lekin 25 yoshgacha $285. Bundan tashqari DS xizmatlari bor. $300-400 bo'ladi bu ham. Bu hammasi ichida. Ya'ni shu hisoblarni biz sizlarga ko'rsatib qo'yamiz, qancha ketishini. Ya'ni 2 kishi bo'lgani uchun unchalik hozir katta summa emas bular uchun, lekin oilada 5 kishi, 6 kishilik oilalarimiz bor. Albatta katta pul ketishi mumkin bo'ladi. Shuni hisobga olib qo'yinglar. Rahmat endi shunchalik biz bilan ishlab, shunchalik bizga ishonib, mana endi eski mijozlarimizdan kelishgan bular, oqtarib shu chiqishgan. Farhod aka qiladi hujjat. Mana bo'lib qoldi. Pasportlarni ko'rsatib qo'yamiz. Mana vizalari bor. Bunday qilib ko'rsatib qo'yamiz vizalari va Unisxonning vizalari. Xo'p, yana oxirgi narsa shuki, Green Card'ga alohida to'lov bo'ladi. Vizani olib chiqqaningizdan keyin mana kecha bularning ham to'lovini qilib qo'ydik. Ya'ni borgunizcha Green Card'ingiz tayyor bo'lib turishi uchun va bu oxirgi yillar talab ham bo'lib qoldi. Ya'ni ketgunizcha o'sha $235 deb to'lab qo'ying degan. Oldin $220 edi, sentyabrdan $235, ya'ni $15 qo'shildi. Oxirjan Sizga katta rahmat aka, shunchalik bizni rahmat sizlarga ham bizga ishonganlar uchun. Sizga katta rahmat, ishlaringiz Kelajakda yana qanday xizmatlar bo'lsa birga bo'lamiz. Rahmat, sog' bo'ling.